Salom do'stlar, hammaga xush kelibsiz bugungi yangi videomizga. Do'stlar, bugun biz yana sizlar bilan Rise of Kingdom o'ynaymiz. Bugun men hamma nima edi, bulutlarni ochib tugatdim. O'zim yomon ko'p sovg'a berdi. Telefon qotib qoldi. Hop, mana kartani korotchi hamma yoqni ochib bo'ldim. Ochilmagan joyi qolmadi va menga juda ham ko'p sovg'a berildi bu uchun. Hammasini tugatib bo'lganim uchun. Hozir menda nechta berdi? 142 ta 100 tadan EXP berdi. Ikkinchi levellikdan 1 million 336 ming berdi. Uchinchi levellikdan 525 ta berdi. Bu degani men bemalol 36 ga ko'tara olaman, ya'ni bitta odamni. Hop, biz 17 level bo'lganmiz. Mana bizlarda maqsad T4 ochish edi. Askarning 4-darajasi. Askarda 4-darajasini ochish uchun 21 level bo'lishimiz kerak ekan. Demakki bu taxminan ko'pi bilan 5 oycha vaqt ketadi. 21 bo'lishga 5 oycha vaqt ketadi. Chunki yomon qiyin. Faqat 21 da o'zim bo'lib qo'ysam uncha ko'p vaqt ketmaydi, lekin men 21 da o'zim bo'lish niyatim yo'q. Men hamma narsani 21 qilaman-da. Keyin 21 ga o'tsam bo'ladi, ya'ni hamma narsani 20 qilgandan keyin 21-levelga o'taman, xudo xolasa. Hozir menda resurs kerak, resurs. Chunki hamma narsani hozir qilishda bosyapman mana. Hamma narsani nechiga 17 ga ko'taryapman. Hamma narsani 17 ga ko'targandan keyin 18-levelga ko'taraman. Korotchi ko'pi bilan 6 oycha vaqt ketadi. Boy 5 oy degandim, endi 6 oy deb o'tishni 6 oy deb o'ylayapman. Shu men общий-то 1 yillik maqsadim T5 ta ochish, ya'ni askarning 5-darajasini ochish. Hali qancha oy oldi? 10 oy bo'ldi. 10 oy qoldi. 2 oy o'tdi. O'ynashni boshlaganimga 2 oy bo'lmadi hali. Demak, hali 10,5 oy bor. 10,5 oyda men askarning 5-sini ochishim kerak. Inshaalloh ochacağız mana. İnshaalloh ochamiz. Hozirgacha mana askarning 3-sini ochdim. 1 oy mobaynida 3-sini ochdim. Endi 10,5 oyda askarning 5-sini ham ochamiz. Agar ocholmasak bo'lmaydi, lekin ochishga harakat qilaman. Kuchimiz 1,629,000 ekan. Hozir biz komanderdan Seandok bir bo'ladigan qahramonni korotchi kuchaytirishni boshlaymiz. 303 ta shunday beraveramiz. 221 ta shunday beraveramiz. Va xarabidan tiqib 277 ta, 800 ta, 230 ta. Bunlarni 140 dan ishlatamiz. Buni 6 dan ishlataveramiz. Qolganlari kerak. Qolganlari topish qiyin bo'lgan ana ular. Chunki level 5, level 6, level 7 lar bor. Ular shundoq ham kam. Hop, bizlar shuncha resurs ishlatib nima qildik? 37 ga o'ta oldik. 37-levelga. Hop, endi talentsdan oshiramiz. 3 marta oshira olar ekanmiz bir nimanidir. Farqi yo'q, nimanidir oshirishimizda. Bu yerdan bo'lmaydi. Kalpak nima degan ekan? Yo'q, biz ham undan contract damage isteydimi? This commander troop takes specialist damage. Bunga commander their small contract damage all types. Qaysi biri yaxshiroq ekan bilmadim-ku. Menimcha mana shu yaxshi bo'lsa kerak. Shuni 3 marta project qilib taylaymiz. Bo'ldi. 300 dan 900 qo'shildi. Menimcha 35200 bo'ldi. Qolganlarini ishlataymi? Qolganlarini baribir yetib olmaymiz. Ya'ni baribir bo'lmaydi. Chunki mabni bosganimda mablarda hech nima qilib bo'lmadi-da, chunki tepada mana qarab tursangiz kartani 100% ochib bo'lgan deb turibdi mana. Kartani 100% ochib bo'lgan deb turibdi. Buni qanday ochib bo'ldim bilmadim-ku, endi ochib bo'ldim. O'zim bilmagan holda ochib bo'ldim. O'shanga bugun video qo'yib yubordik. Qarasam, mana bitta odam turibdi ekan. Osam, bir gala sovg'a berib tayyorladi. O'zi nima berdi? Bitta ko'raylik-da. EXP berdi. Oho, mana bundan beribdi. Mana shunaqa anular berdi, sandiqlar berdi. Xo'p, yana bir gala resurslar bergan. Hızlandırmalar bergan, tezlashtirish bergan. O ana.
Mana shu narsalar menga yoqadi-da. Endi bularni bismillah deb bir ishlatib olaylik. Yo'q, ishlatmasam ham bo'ladi endi. Ishlatmasam tura olmayman-da men. Omborda yuksaltiramiz. 69, 35, 1, 370, 662, 8 soatlik bor edimi? 8 soatlik qani? 8 soatlik boshqa narsaga hech qisi yo'q. 1 soatlikdan 6 ta ishlatamiz. 19 minut qolyaptimi? Bu 5 minutlikdan ishlatyapmiz menga. Yana bitta. Bo'ldi. Ombor 17 bo'pti. Ana 17 bo'ldi. Birinchi marta ombor 17 darajasida ko'rishim. Trading post hali 15. Shuni ko'tarish kerak bitta. Bu ham hozir 17 bo'ladi bu ham. Bu bor. Bu 17 shundoq ham. Hozircha bitta trading post. Kasalxona. Bu-chi? Bu 16 ekan. 17 ga tez o'tdi, yoqmayapti. Qo'l bilan tezlashtiramiz. Qancha tez tezlashtirsak shuncha yaxshi. Mana shu yo'lni 5 minutlikdan beri ana 13 soatni 5 minutlikdan tezlashtiryapti. Qoyili 17 ga o'tdi bu ham. Tosh o'zi shundoq 17 ekan. Mana shuni buni hal qila olmaymiz, chunki bunga katta resurs so'rayapti. Mo'chi 16, buni ham 17 ga tez o'tkazaveramiz-da. Hozir yoqmayapti-da chunki. Yetmas ekan. 1 soatlikdan yetmas ekan. Yetmaganga mana qilib yuboramiz. Kim bitta 5 ta bosamiz bo'ldi. Bu 17 ga o'tdi bu ham. Mashalloh. Bu 16. Ya bu kasli shundoq ham kerak emas. Qaranglar, bizda qancha bor? Tepada 2 ta bor. Kasalxona bilan trading post. Keyin tower bilan mana bu. Birinchi Alliance Center'ni band qilaylik-da bir kunga. Bizga nima yetmayapti? Bunaqa resurs kam-ku hali. Resurs kam bo'lsa-da mazza-da. Resurs kam bo'lsa-da mazza-da. 10dan hammasi ketadi. Buni 8 ta qilaylik-da. Keyin bundan o'zi tug'ilgan menimcha. Nimani qilyapti bu? Bo'ldi, to'ldi. 1 kun 2 soatda ochilar ekan. 1 kun 2 soatga hızlandırmamiz bormi? 1 kun 2 soatlik tezlashtirishimiz bo'lsa kerak. 20 soat qoldi. Hammasini ishlattiradik. Buni ham. Hop, endi 30 dan bitta yetmadi-ku. Yetmadi. Yetarkan. Xudoga shukr. 1, 2, 3. Bo'ldi. Endi nechta yordam olaman? Ko'rsak. 20 bitta yordam olar ekanman. Buni 16 qilish kerak, bu boshqa narsa. Devolda ham 17 qilish kerak. Qaranglar, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta narsani 17 qilish kerak ekan. 4 ta narsani 17 qilsam, keyin bo'ldi. Qolgan hammasi 17. Mana bu gold bilan 5 ta. Hali ko'p narsani 17 qilishim kerak ekan. Hozir biz birinchi nimadan boshlaymiz? Mana shundan boshlay qolaylik. 1 kun deydimi? Buni qildim shundoq ham. Qani, mana bittan kasalxona kerak. Kasalxona 12 soat deyaptimi? 12 soatlikka resurs so'rayapti-ku bu. Nima bo'lsa bo'ldi. 12 ta ishlatamiz. Boshqa tushganni ko'z ko'radi deydimi? Shunaqa maqol bor. Bular katta so'ravaryapti, o'ynamayman. Uncha resursim yo'q, qayerdan topaman men uncha resurs senga. 799 ta, 20 ta, 7 ta. Buguncha 588 ta. Gaday bo'ldim-ku, gaday tarif. 12 soatga 5 minutligimiz yetsa kerak-ku menimcha. Yetmaydimi? Bismillah deb boshladim. 144 taga yetar ekan bu hozir. 5 minutlik yomon ko'p berdi chunki o'shaning uchun ko'p bo'ladi. 95-100 bo'ldi. Buni ham oldik 100 ta olmos. Bizga bittasi keladi-da, endi ketib qoldi. Toshlarni olamiz. Qani bo'ldi, bu ham 17 ga o'tdi.
Nechta qoldi? Bu zaten 17. Bitta, ikkita, 4 ta qolibdi. Do'stlar, 4 ta qolibdi. Menimcha bu bitta bug bo'lgan, menimcha bu. Hamma yog'i o'zini-o'zi ochilib qolmaydi chunki. Bitta menga emas, boshqalarga ham ochilib qoldi, chunki o'shanga hayron qoldim. O'zi bunga yangilik qo'shilgan ekanda, chunki mana bu yerda aytilishi bo'yicha aytilganki, yarim soat davomida avtomatik ishlaydigan narsa bor ekanda. O'shani yoquvdim. Berilmasam endi avtomatik ochilgan-ku. Hammasi o'zini-o'zi ochilib qolmaydi-ku bo'lmasa. Xo'p, mana bu yetarmikan? 10 ekan shunda ham 80 ta deydimi? 490 ta olmos. Oho. 490 ta olmos yo'radimi? Mana trading posti olmos 16 ni 308 ga yo'g'ay, yomon katta so'rayapti. Do'stlar, bugungi videolar shulardan iborat edi. Mana qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bu 4 ta odam resurs ishlayapti. Mana bu yerda bittasi, bitta gruppadoshimiz urush qilib yotibdi. Mana bu yerda nechinchi level bilan? 7-chi level Barbaros bilan. Qancha odam? 10 ming odami bilan. Bizda qancha odam bor ekan? Hayfalmanda-yu. Bu 13 mingta odam mana bu yoqqa, 23 bu yoqqa, 6 ming bu yoqqa, 20 ming bu yoqqa. NCT da, ya'ni hozir uyimning ichida 223 ming odamim bor ekan uyning ichida. Qolganlar tashqarida ekan. Chunki 4 ta odam yuborganman ishlash uchun. Общida mana drop power, ya'ni odamlarimning kuchi 548 ming. Ya'ni bu degani yarim million odam bor degani bo'lmasa ham endi shunga yaqin. Ya'ni yarim million odam bilan bemalol mana 25 ta o'ldira olmayman u. Hali 23 ta o'ldira olmagan ekanman. 25 ta o'ldira olmayman. 23 ta xudoolasiga yaqinda o'ldirib qolamiz. Xo'p, biz VIP 6 ga o'tib oldik. Olmos bilan o'tdik. Chunki oxirida 2000 olmos qo'yganda 2000 olmos kerak edi, kuta olmadim. Shunday olmos berardim. Endi 17 mingtadan keyin VIP 7 ga o'tarkanmiz. Biz VIP 10 ga o'tishimiz kerak. VIP 10 da boshlanadi hamma narsa. O'zi VIP 6 ga o'tganda boshlanadi. VIP 10 da legendarniy commanderda scoop letteri, ya'ni kallasidan beradi. U kallani sizlar qayerga ishlatasizlar? Legendarniy kallani, legendarniy odamni uproday qilishga ishlatar ekansizlar. Ya'ni mana shu narsaga. Короче, menda hozir 7 ta kalla bor, sariq kalla bor, oltin kalla bor. Menga 10 ta bo'lsa, men mana shuni ishlataman. Chunki bu kuchli odam. Ikkinchi o'rindagi odamlarning kuchi bo'yicha 21 ming bilan osmon bir turar ekan. Keyin 16300 bilan El Cid, keyin 14700 bilan John of Arc, keyin 14200 bilan Tommy Gozen. Короче, birinchi o'rinda 35200 bilan Seon de Okmi, shunaqa odam turar ekan. Kim edi bu? Kleopatra yetdi. Tezlashtirib yaramsa yoqmayapti. Lekin yomon katta resurs berdi endi ularni. Ishlatib ham tugatib ham bo'ldim. Demak, hali ancha narsani kuchaytirish kerak ekan. Bu ikkinchi level qayerdan keldi? Bu yerda mana bu challenge qilyapti ekan-ku. Faqat mana shu Muhammad soldira olar ekan, ya'ni urush qila olar ekan. Bunga yutqazyaptimi? Ikkinchi levelga. Udor deydimmi? Udormi degani? Yutqazdi. Xo'p, endi bunday qarasak, mana bu yerda 4-level Fortnite turadi. 780 mingdan 3 mingta degani, bu degani 10 million kuchli odam bemalol yo'q qila oladi degan, 10 million kuchi bor odam. Bu Barbaros Fort'ti. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat. Xayr, salomat bo'ling.